Birodarlar, bizni mana Jome madrasa masjidiga kechagi kunda Toyib Sharifdan bir mehmoni aziz marhamat qilganlar. Bu Abul Qosim Abdurrahim 3 kun taxallusi bilan o'zlarini ba'zi bir ta'sirli nimalari bilan ham xalqlarga ko'p bildirgan bir mana zot tashrif buyurganlar. Bu kishi shu yerdan ba'zi birodarlarimizdan bu vatanni nimasida bo'lgan birodarlar tarafidan bir salom yo'llamoqchilar. Marhamat. Birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Arabiston Saudiya Haramayn Sharifdan siz suyguli vatandoshlarimizga, barcha u yerda yashab turgan vatandoshlarimizdan qizg'in salomlarni olib keldim, sizlarga taqdim qilaman. Zamona gardishi bilan men xususan boshqa vatandoshlarimizni bu yerdan hijrat qilib chiqib ketishlari sababidan biz ham o'shalar jumlasidan otamiz bilan chiqib ketgan ekanmiz. 2 yosharligimda chiqib ketgan ekanmiz. Mana 64 ga kirdim. 62 yillik umrni men g'urbatda o'tkazdim. G'urbat, bevatanlik nihoyatda qiyin bo'lar ekan. Hech bir yerga sig'mas ekansiz. U shahardan bu shaharga, bu shahardan bu shaharga, u shahardan bu shaharga. Xuddi birovlar sizni masxara qilib kulayotgandek. Xuddi o'z arasida gapirgan gapi sizga yuragingizga nashtar bo'lib tegayotgandek bo'laverar ekan. Alloh subhanahu va taolo sizlarga xayr bersin. Jazakumulloh xayr. Shu tufroqlar, shu muqaddas tufroq deymiz, ona vatanimiz bizga muqaddas bir tufroq. Shuni saqlab, shunda zahmatlar chekib, shu vaqtgacha toqat qilib, sabr qilib, havsala qilib keldilaringiz. Alloh subhanahu va taolo sizlarga jazoy xayr bersin. Albatta sizlar juda ko'p mashaqqatlarni chekkansizlar. Buni biz tashqarida turib bilib turganmiz. Tashqarida yuzlarcha kitoblar tasnif bo'lib kelyapti. Agarcha bu yerga kelmagan bo'lsa ham biz o'shalardan o'qib ko'ryapmiz. Lekin biz ham sizlardan kam taklif chekmadik. Ko'p takliflarni chekdik. Ko'p qiyinchiliklarni ko'rdik. Shu holda ham bo'lsa esi yodimiz shu mamlakatda edi. Chunki bizni kindik qonimiz yerga to'kilgan ekan. Agar biz har qancha muraffah, saodatmand hayot kechirgan bo'lsak o'shaqda, lekin bizga hech tatimas edi. Hamisha orzumiz shu ediki, Xudoyo, Xudovando bizni ham o'sha mamlakatga yetkazsang. O'sha mamlakatimizni bir islomiy mamlakatlar qatorida dunyoga tanitsang, biz ham mamlakatimiz bor, yurtimiz bor deb bosh ko'tarib o'sha yerda ozod yursak degan umid orzudaydi. Ketganlar, ba'zi sayyohlar kelib ketardi. Bu yaqinda bo'ldi bu ish. Undan ilgari biz bu Temir Qo'rg'on, balki biz emas, tanho tamomi dunyo xalqi aytadiki, bu Temir Qo'rg'onning nariyog'idagi insonlarning nima ekanligini biz bilmaymiz. Qanday hol kechiryapti? O'sha jumladan biz ham aytardikki, oyo bu bizni musulmon birodarlarimiz qaysi holda bo'ldi ekan? Oyo islom va islomiyatdan ularda qoldimi biron narsa? 70 yillik bir muddat, uzun bir muddat bu. Bir naslni o'zgarilib ketish bir muddati bu. Kattalar bu o'rniga mayda yosh yigitlar qolishi mumkin. Yosh yigitlarga oyo din tabliğ bo'lganmi, bo'lmaganmi? Shunday bir tashvishda edik. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo mana bu o'zi mehribon bo'lib, mana bu 2 yildan beri bordi keldi bo'lib, ba'zi vatandoshlarimiz
kelyapti, ular qatorida biz ham keldik. Mana yangi o'zgarishlar bo'ldi. Uni jumlasidan bizni kelishimiz bilan mana istiqlol ham e'lon bo'ldi. Bu istiqlolni muborak bir hadas, muborak bir voqea. Sizlarga istiqlolni tabriklayman ham. Sizlarga Xudo muborak qilsin, oyandasida xayrli bo'lsin inshaalloh taolo. Buni ham aytib qo'yayinki, o'sha katta ulamolar bo'lsin, siyosiy kishilar bo'lsin, o'sha tashqarida turib, bu yerda nima ekanligini bilmaganlar ham yaqinda shu bordi keldi bo'lib hajga borib kelishyapti vatandoshlarimiz. Bularga bir orzu tug'ilgan. Tamomiy olam islomdagi insonlarga bir orzu tug'ilganki, ular aytadi, bir oqqan ariqqa oqqan suv yana oqadi deydi. Bizi Imomi Buxoriy, Imomi Tirmiziy, boshqa ulamolarimiz bu islom diniga shunchalik xizmat qilgan ekanki, bir Shayx Tantoviy degan bir kishi bor, o'zi Suriyadan, u go'go vaqtda televizionda jumadan keyin gapirib qoladi. Voy arab xalqi, o musulmonlar, sizlar hushyor bo'linglar, ogoh bo'linglar. O'sha Movaro'in nahrdagi birodarimizni eslaringdan chiqarmanglar. Ularni bizga dini islomga qilgan xizmati, agar o'shalarning xizmati bo'lmaganda edi, bugungi islom bizlarda yo'q bo'lgan bo'lar edi deydi. Qarang, yana ham orzu umidi ularning shuki, yana ham o'sha ilgaridagi o'tgan ulamolarga o'xshash, faylasuflarga o'xshash, Ibn Sino, Farobiylarga o'xshash insonlar tag'i shu mamlakatdan chiqib yana shu dinga xizmat qiladi degan umidlari bor. Buni yaxshi bilib qo'yinglar. Endi alhamdulillah biz o'sha tashvishlar, o'sha nimalar bilan oyo nima bo'ldi ekan deb mana alhamdulillah Xudo yetkizdi, keldik, ko'rdik. Alhamdulillah ming bor Alloh subhanahu va taologa quvonib shukrlar aytamanki, mana alhamdulillah masjidlarimiz to'la. Ulamolarimiz bor ekan. Mo'ysafid, ya'ni dindor, mujohid mo'ysafidlarimiz bor ekan. Ular bekor yotmagan ekanlar. Shunchalik qiyinchilikda, shunchalik nimalarda ham ular qochib yurib, tog'ma-tog' yoki ko'chama-ko'cha uylarda bekinib yurib, kechalarini kunduzga aynaltirib o'qishibdi ekan, o'qitishibdi ekan. Xudo xayr bersin, jazokumulloh xayr. Ming bor shukr qilaman. Kelganimdan beri shunchalik quvonamanki, bizni millatimiz hali ku 70 yil ekan, 70 yildan agar 100 yil bo'lgan vaqtida ham farazan bir misol qilamanki, o'z dinini, o'z aqidasini qo'yvermaydigan bir millat ekan. Alhamdulillah, shukr. Bizning millatimiz shunday o'z aqidasiga, o'z diniga shunchalik qoyim ekan. Endi sizlarga din va masoil bulardan bu domla sohib aytib berdilar. Endi 5 vaqt, endi bug'ini ham bir qo'limdan kelgancha 5 vaqt namozda o'qiydigan suratul Fotihani bir ma'nosini aytib o'taman. Suratul Fotihani biz 5 vaqt namozda, balki navofillarda, sunnatlarda hamisha o'qiymiz. Bu suratul Fotiha nihoyat ulug' bir surayki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlarki, boshqa Zabur, Injil, Tavrot bularda Alloh subhanahu va taolo bu suratul Fotihani keltirmadi, balki bu Qur'oni Karimda keldi, bir muborak bir sura.